Hurmatli obunachilar, Gungo mahalladan 6 sutilli yangi hovli chiqibdi. Hovlimiz Yevro stilga qurilgan. 6 tonali hovuzimiz, ziloni zonamiz. Yo'llar polnisi manaki betondan qilingan. Yo'llarimiz ham hammasi jihozlangan. Svit gazda muammo yo'q. Oldi darvozaxonalari. Burchatkalar terilgan. Bismillah, uyda azon qilamiz endi. Kirishimizdan o'ng tarafimizga kattagina o'tiradigan joy qilib, umanlik romlar, Wi-Fi o'rnatib qo'yibdi. Uchoqxona, bu tarafga barbekyu qilsa ham bo'lagan. Hammasini chotka qilib qo'yganlar, toshdan qilib. Hovlimiz ziloni zonasi. Juda chiroyli chiqdi hovlimiz. Hovlimiz bo'lmasa, mana hovlim deb ko'rsatadigan hovli bo'libdi-da. Bu tarafga mana dushovoy, tualet. Sauna chaqib qo'yilgan. Sizin bilan ham o'rnatib ketilgan. Bu tarafga oshxonamiz. Oshxonamizda ham razmerlar juda katta ekan. Mana hammasi brendli qo'yilgan ekan. Zilon zonamizga mana suv sepiladigan fontanchada nima qilib qo'yilgan. Xo'p. Kirishimizdan to'g'ridan katta zal. To'g'ridan televizorlarni qo'yib, stol-stullarni qo'ysa, chiroyligina bo'lib qoladi. Uyimiz ikkita oila bemalol yashaygan. Bu tarafga ham 3 ta xonamiz bor, bu tarafga ham 3 ta xonamiz bor. Bu tarafdan boshlaymiz. Bismillah. Kirishimizda koridor. Bitta xonamiz. Katta spalni. Har bir xonamizga abo'ylar ham boshqacha qo'yilgan, tipadagi lyustracha, internetni qilib qo'yilgan. Uyimiz pol bo'lgan, mana chiroyligina qilib naklangan. Ikkinchi xonamiz. Ularimiz hammasi baland aylangan ekan. Uyimizda egasi o'zi uchun qurgan. Bugun kunga pul kerakli uchun sotilibdi. O'zini sanuzil bilan. Bu esa shitimiz. Shitlar hammasi to'klangan masacha ko'rsatib bergan. Chap tarafdagi qismga o'tamiz. Bismillah. Chap tarafdagi ham xuddi shunday stilga qilingan. Katta koridorimiz. Bismillah. Bu tarafga. Katta spalni. Yana bitta katta spalni. O'zini sanuzili. Ayrida hamma sharoit qilib qo'yilgan. Issiq polgacha qilib qo'yilgan ekan. Uyimiz o'rtadan qurilgan. Havo aylanish uchun. Hovlimizda aynamiz ham bo'lgan. Oyna romlari ham hammasi bor. Bu tarafga kladovka qo'ysa ham bo'ladi, joy qoldirib ketilgan. Ko'p turganlaring ham suv VIP 24 soat suv keladi. Bu esa hovlimiz 6 sutiga joylashgan. Xo'p, 6 ta xonadan iborat. Narxini kelayotgan bo'lsak, 150 ming startni so'rayapti. Egasi shu pulga tushgan ekan o'zi. Realni o'lchaylar, realdan qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.